Sizlar charchashgan, sizlar bilan har doim bitta usta muhitni hurmatli akalar, bitta narsani ko'rsataymi sizlar. Akalar bunga qaranglar. Qo'chqorlarga qaranglar, qo'chqorlarga holatiga. Vashi boku. Qo'chqorlar o'ta tavdar ekan lekin boku. Akalar bu qayerdan kelgan deysangizlar, bu xolasi Gruziyadan keltirilgan ekan. 200 nechi bosh tog'i bu? 220 bosh ha? Gruziyadan keltirilgan qo'chqorlar. Ha jonimga ursin. Qani? Hakalak. Qani? Qani? Tortishga qaranglar. Biz hali qo'chqorlarcha tortmaydik-ku. Akalar qo'chqorlarimiz hammasi sotiladi. Sekin. Akalar qo'chqorlarimiz hammasi sotiladi. Bexijolat kelaverasizlar. Tog'im nomerlarini qo'yib ketaman. YouTube kanalimizda to'liq videosini olib, hammasini videosini qo'yib ketamiz. Tog'im 5,5 dedi. Tog'im bilan bir tortishib, tog'im ko'p balan aytdingiz, chotik qilib ayting, men aytdim. Zakoni bo'lsa xalqqa manfaatli bo'lsin dedim. Buni shoxga qaranglar. Tog'im 5 million 200 ming so'mdan deyaptilar. Yana akalar bizani o'sha gapimiz. Shuna kelasizlar, qo'yilib ushlab bitta shataq urasizlar. 1 kilo baliq kelishib ketaverasizlar. Bexijolat. Qo'chqorchalar va shu udar olib boqadigan bo'lsa, juda ham nasib bo'lsa chotki bo'ladi. Gruziyadan keltirilgan badanchasi oppoqqina ekan, lekin o'zi ko'rganda ma'lum ekan, uni qarang. Holatlari uyda. To'liq videosini Qora Pantera o'z YouTube kanalingizda qo'yib ketamiz. To'g'im nomerlarini qo'yib ketaman. Aloqaga chiqinglar. Sirasiz akalar. Gumurdatib yurasizlar o'zlaringiz. Kelishadigan joy bo'lmaslar.